Fransiyada bir necha kundan buyon yoqqan yomg'ir sababli suv toshqini sodir bo'ldi. Bruyel-la-Buisser shahrida suv 1,5 metrgacha ko'tarilib, shahar hududiga qutqaruvchilar qayiqlar bilan kirib, uyda qamalib qolgan yashovchilarni olib chiqishmoqda. Bundan tashqari shahar ham suv ostida qolgan. Loire-de-Louen daryosining sathi ko'tarilib, avtomashina yo'llari va turar joylarni yaroqsiz holga keltirgan. Tabiiy ofatdan o'lkaning janubiy qismi ko'proq jabrlangan. Unda markaziy yo'llar yopilib, ko'plagan avtotirbandliklar yuzaga keldi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bunday ko'rinish so'nggi 16 yil ichida bo'lmagan. Somalining poytaxti Mogadisho shahridagi mehmonxonalarning biri yonida portlash sodir bo'ldi. Voqeada kamida 5 nafar kishi qurbon bo'lib, o'nlagan odamlar jarohatlangan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, mehmonxona yoniga to'xtatilgan mashina portlagan. Ayrim guvohlarning so'zlariga ko'ra, portlashda so'ng otishuvlar ham bo'lgan. Hozirda hujum Ash-Shabab terrorchilar guruhi tomonidan uyushtirilgani aytilmoqda. Biroq mazkur ma'lumotni aniqlash ishlari davom etyapti. Braziliyaning San-Paulo shahrida minglagan ayollar norozilik namoyishiga chiqishdi. Ularning talablari hukumat tomonidan ayollarning xavfsizligiga e'tibor qaratilib, zo'ravonlikni to'xtatish. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mitingga chiqqanlarning soni 5000 dan ortiq. Ularning ommaviy norozilik aksiyasiga chiqishiga 21 mayda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan lavha sabab bo'lgan. Unda 16 yoshli qizni 30 ga yaqin kishi kamsitib, uni internetga joylashtirishgan. O'smir qizning bu voqeasi jamoat orasida muhokamaga sabab bo'lib, qizni bu ahvolga solgan larga qidiruv e'lon qilingan. Hozirda jinoyatda gumonlangan 3 nafar kishi qo'lga olingani ma'lum bo'ldi.